Assalomu alaykum hammaga. Yana bir parcha ishimiz tayyor bo'ldi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ular tag'lari kalapinda, nejavakil kalapin. Zaynamiyam, qoramiyam. Soplari asizki stabil keladi. Gunotlari latinda. Bemalol ko'rib baho berishingiz mumkin. Bularga mana burgutchalarga qo'yib qo'ygan. Hammasida ikkita narichida tayyara bor. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tig'ning uzunligi 18-20 sm bo'ladi. Sopining uzunligi 12-13 sm bo'ladi. Tig'larga ismingizni, logotifingiz bo'lsa tushirib berishimiz mumkin. Sovg'aga, padarga rasabob sog'larimizni. Ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh akasingiz qoladi. Bularning gulonlari kitaysi kumush mexyor deyishadi. Biladimi? Buni ilon ko'bra kallar qo'yib qo'yganmiz. Juda ham ideal ishlangan pichog'imiz ko'rishingiz mumkin. Bularga sherkala qo'yib qo'ygan. Shuni baho berasiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol Maqsadbekga murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi yozuvdagi nomerda men bo'laman. Xudo xolisa mana keyingi partiyalarimiz уже tayyorlangan bu ahvolda. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 24 soat ichida yetkazib beramiz xalqaro pochta orqali.